Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilarimiz. Mana bugun shogirdlarimiz Turkmanistondan yetib kelgan, qo'shni respublikadan. Xudo xolasa kelib mana bemalol o'rgandi. Kecha kelgan, bugun o'rganib bo'ldi, yo'lga chiqamiz. Biz vaqtimiz tig'iz dedi, o'rgatdik. Hamma yo'g'ini qalay bo'ldi o'rganishlar? Assalomu alaykum, rahmat. Zakoni bo'ldi. Bir kunda o'rganib oldik. Akamizga rahmat. Bir kunda o'rgatib qo'ydi. Uncha ham qiyin emas ekan. Arzonga o'rgatib qo'ydi. Sog' bo'lsin, Alloh barakatini bersin. Rahmat sizga aka. Xo'p, rahmat. Mana xudo xolasa 2 kishi kelgan, bular ham ukamiz. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham ishini ko'rdik, ish oson ekan, yengil ekan. Alloh barakasini bersin, havasini, fayzini bersin. Zo'r ekan, kelinglar, o'rganinglar, oson ish ekan. Ba'zi vaqt turib foydalansalaring bo'ladi, xudo xolasa. Bemalol murojaat qila olasizlar. Mana uncha qiyin emas, kelib bemalol mana ishlarimizni ko'rdi, hamma yo'lda bekasini ham o'rgatdik. Murojaat qila olasiz.